Bazaltni hech qachon qumsuvog'iga o'xshab tekis idealni chiqarib bo'lmaydi deshadi ko'p ustalar. Nimaga? Salqinda chiroyli tekis ko'rinaveradi. Quyosh yon tarafdan tushganida, chiroqni tegidan yoqqanida hamma valni o'shanda ko'rinadi deshadi. Bu gapligi rost, lekin biza juda ham tekis qilib beramiz. Mana qaranglar. Quyosh birinchidan lob tushib turibdi. Quyosh bu tarafga yon tarafdan tushib turibdi. Hech qayerda bitta valna yo'q. Hech qayerda o'ynagan bazaltni izlari, to'rtburchak ko'rinib turgan bazalt izi yo'q. Mana quyosh yon tarafdan tushib turibdi. Polniy. Ayb bo'lsa sirazi sotardi mana shu holatda mana. Qumsuvoq qanaqa bo'lsa, bizning ish ham xuddi o'shanaqa. O'shaning uchun biza mana shu bazaltni shu narsasida ustida ko'p ishlaganmiz. Chunki shu narsani 90% obyektlar shu narsa masala bor. Quyosh yon tarafdan tushganida hech qanaqasiga tekis ko'rsatmaydi. Bazalt izlari ko'rinib turadi. Biza texnologiyaga juda qattiq qaraganimiz hisobiga mana hech qayerda bitta izi yo'q. Bazaltni ham, na valnani ham, na boshqasini ham. O'shaning uchun bemalol Teplom Masterga murojaat qilaveringlar.